Xullas akalar biz buni aybini topdik. Aybi xullas hozir ko'rsataman mana. Ko'ringlar. Obratkasi, injektorda. Bunaqasi yo'q. Tilchasi yo'q. Turibdi shu yerda. Aytdi. Tomchilab benzin yoqyapti. Ko'ringlar, topdik aybini. Benzin nasoslarini yechib qo'yganmiz. Ondan injektor sistemalarini yuvib yuboramiz. Benzin sistemalarini, haydov filtrlarini almashtirib tashlaymiz. Almashmagan ekan. Dog'lisa chopki bo'ladi benzinga mashina. Dog'lisa mashina chopki bo'ldi. O'tab turishlari ham zo'r, tortishlari ham zo'r. Dog'lisa kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, o'zimizga bemalol murojaat qila olasiz. Gaz berishlari ham vashti ideal.